Toshkentda Zulfiya xonim Isroilovaning 110 yilligi keng nishonlanmoqda. Isroilova 1915-yil birinchi marta Toshkentda tug'ilgan. Zulfiya xonim Isroilova yoshligidan juda she'riyatga va adabiyotga qiziqqan bo'lib, uning she'riy to'plamlari 1930-yildan boshlab nashrda chop etila boshlagan. Zulfiya xonim Isroilova 20-asrning o'zbek adabiyoti va she'riyatiga o'zining juda katta hissasini qo'shgan. Zulfiya xonim Isroilovaning eng mashhur she'riy to'plamlaridan bular Hayot varaqlari, Yuragimga yaqin kishilar, Tong yulduzlaridan iborat. O'tgan umrimga hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim, tabassum o'rnida kuldim charaqlab, suyish kerak bo'lsa telbacha suydim. Bir umr yashadim sensiz, qaytmas shodliklarning qaytishini kutib, tobuting boshida cho'kkanimda tiz, farzandlar ko'tardi qo'limdan tutib. Birazangdan mo'ralamasdi, gul yuzingga bo'lib shikasta, uzun qishga siltab qo'lini, ham qalbingni boshlab yo'lini. 9 oyga elarmish bahor, bugun tunda kelarmish bahor.